Qadim zamonlarda tog'lar bilan o'ralgan tuman hech qachon to'liq tarqalmaydigan bir vodiy bor edi. Bu vodiyda odamlar kam yashar, chunki u yerda sehrgar kampir istiqomat qilardi. Odamlar uni yovuz deb o'ylashardi, ammo aslida hech kim uni yaqindan tanimasdi. Sehrgar kampirning asli ismi Sahoba edi. U bir paytlar juda dono, mehribon va tabiat bilan gaplasha oladigan yosh sehrgar bo'lgan. Ammo odamlar uni sehrdan qo'rqib, uni yolg'izlikka mahkum etishgan. Yillar o'tib, sehrgar kampirni qalbi qorong'ilashgan, odam oviga aylangan, lekin hech qachon u odamlarga sehr ishlatmagan, yomonlik qilmagan edi. Uning uyi oddiy emas edi. U unutilgan oy qal'asi deb atalardi. Qal'a faqat to'lin oy chiqqan kechalarda ko'rinardi. Kunduzi esa u joydan faqatgina qadimiy toshlar va yovvoyi gullar ko'rinar edi. Bir kuni vodiyga Botir ismli yetim bola kelib qoldi. U qo'rqmas, ammo juda qiziquvchan edi. Odamlar unga oy chiqqanda u yoqqa borma, sehrgar kampir seni qurbaqaga aylantiradi deb ogohlantirishdi. Ammo Botir ishonmadi. To'lin oy chiqishini kutdi u. To'lin oy chiqqan kecha esa qal'aga bordi. Darvozalar o'zidan o'zi ochildi. Ichkariga esa kampir uni kutib o'tirardi. Nihoyat yana kimdir qo'rqmay keldi, dedi sehrgar kampir past ovozda. Botir qo'rqmadi. U sehrgar kampirga, siz menga yovuzlik qilmaysiz, to'g'rimi? Siz yovuz emassiz. Siz meni qurbaqaga aylantirib qo'ymaysiz-a, deb mehr bilan so'radi. Bu savol kampirning yuragini larzaga soldi. Yo'q, men senga yovuzlik qilmayman, qurbaqaga aylantirmayman, dedi kampir. Chunki u 100 yillardan beri hech kim bilan gaplashmagan, inson ovozini eshitmagan edi. Shundan keyin Botir kampirnikiga tez-tez keladigan bo'ldi. Kampir unga yulduzlar tilini, shamol sirlarini, hayvonlar tilini va sehrni o'rgata boshladi. Sehr yomon ham, yaxshi ham bo'lmaydi, uni yaxshilikka ishlatish kerak, der edi Botirga kampir. Ammo vodiyda muammo paydo bo'ldi. Qora tuman qalinlashib, ekinlar quriy boshladi. Odamlar bunda yana sehrgar kampirni ayblashdi. U sehrdan foydalanib, bizga ziyon keltiryapti deb o'ylashdi. Aslida esa bu tuman Soyasur degan qadimgi zulmat mavjudotidan kelib chiqayotgan edi. Sahoba kampir Soyasurga qarshi bir o'zi chiqa olmasdi, ammo Botir yordam bersa, uni yengish ehtimoli katta edi. U kampir o'rgatgan sehr bilan va eng kuchli quroldan foydalanib, ya'ni bu qurol ishonch va jasorat quroli edi. To'lin oy ostida, oy qal'asi tepasida Soyasurga qarshi kampir va jasur kurashishdi. Soyasur yengildi, tuman tarqaldi, vodiy yana yashnab ketdi. Odamlar buni ko'rib turar edi. Odamlar haqiqatni tushunishdi. Yalmog'iz kampir unchalik yovuz emas, balki vodiy uchun harakat qilganini anglashdi. Sehrgar kampir endi yolg'iz emas edi. Jasur uni shogirdi bo'ldi. Oradan yillar o'tib, odamlar vodiyda yana bir dono sehrgar paydo bo'lganini ayta boshlashdi. Ammo u hech qachon o'zini sehrgar deb bilmasdi. Chunki Botir sehrini hech qachon yovuzlik uchun ishlatmar edi. U odamlarga yordam berar edi. Hech qachon sehrni yovuzlik yo'lida ishlatmadi.